hurmatli mijozlar, agar hayotida haq tashkiloti binosi tadbirkorlar, mijozlar va fuqarolar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Uchrashuvimizning asosiy maqsadi yangi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqarolarga kirit ajratish, ko'nikmalar berish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizga faoliyatni kengaytirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratishdan iborat. Bundan asosiy maqsadimiz shu tumandagi, mahalladagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, daromadini oshirish asosiy maqsad qo'yganmiz. Kimda agar kreditga talab bo'layotgan bo'lsa, faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lsa, yangi tadbirkorlik faoliyati bilan endi shug'ullanmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning demak 312 son qarorga asosan demak faoliyat 1 yildan kam bo'lmagan tadbirkorlik faoliyatida shug'ullanayotgan mijozlarimizga 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'mgacha garov bilan demak kirit ajratiladi. Bunda ayol kishilarga 18%, agar rahbarlar erkak kishi bo'layotgan bo'lsa 20% ajratiladi. Kimda qanaqadir shu tadqiqotlar uchun kiritib olish niyatida bo'lsa, bemalol tashlab mumkin. Do'stboy Sherzodman, Bog'olon mahallasidan 312-qaror bo'yicha 100 million so'm kredit so'ramoqchiman. Do'stboy Sherzod, 312 hujjatdan topshiramiz, sekizinchi tarafda javobini beramiz. Men Turdiqul Muhammadiyor, Yung mahallasidanman. 312-qaror bo'yicha chorvachilik uchun kredit olmoqchiman. Qancha? 100 million. 100 million. Sharoitingiz bormi boshqa? Bor. Hujjatlarni olib qolamizda, ko'rib natijasini tushunay qilamiz. Men Hayit va O'g'ilboy, O'g'ilboy mahallasidan 100 million kredit olmoqchiman. 100 million mi? Hujjatdan topshirasiz. Sizga Androidni o'tkazib, kirit ajratishga tushunamiz. Boshqa tushunarli bo'lsa yo'qmi? Yo'q. Siz yaqinmisiz?